Xo'p, aka-ukalar, akfa tanlayotganda eng birinchi nimalariga e'tibor berish kerak? Bu birinchi anodi akfa tanlayotganingizda birinchi o'rinda rezinkasiga e'tibor berishingiz kerak. Bu chunki odamdagi qon tomir degandek gap, aka-ukalar. Bu narsa issiq sovuqni eng ko'p ushaveradigan narsa, suvdan, changdan sizni saqlab beradigan narsa bo'ladi, aka-ukalar. Ko'rib olishinglar mumkin, hammasiga akfani original epidem rezinkalaridan urilgan. Bu epidem rezinka deganda odamlarga hammasida qora narsa rezinka emas, oq narsa akfa bo'lgandek. Bu original moyli rezinka deyiladi. Uni ko'rib olishinglar mumkin, akalar, yaltirashini. Haqiqiy moy. Bu suvni o'tkazmaydi va havo kirmasligiga sizga eng kafolat beradigan narsa mana shu rezinkamizda bo'ladi, akalar. Uncha akfachini o'zi ham ishlatmaydi. Mana shu narsasiga e'tibor beringlar. Akfa tanlashga borganinglarda mana shu rezinka bormi, ko'ringlar ishxonasida.